Salom hammaga. Bugungi videoda o'zimni Neft Tashkent degan shaharni tanishtirmoqchiman. Shuningdek, videodan oldin menga obuna bo'lib qo'ying. 98 kunlik mehnat bo'lsa boshladik. Kirish joyi ko'prik, suvdan o'tish bo'limlaridan o'ta olasiz. Qo'riqchi. Shuningdek, manzaralarga boy joyda qurilgan. Yoqsa agar shuni o't qilib sotmoqchiman. Shu joylarni birinchi bo'lib shu uydan kiriladi. Bu hech qanday moda emas. O'zim qurganman bittalab. Shu yerda yozug'i bor. Welcome to my Neft Tashkent. So'z yo'q edi men. Xullas, bu O'zbekiston bayrog'li bino. Birinchi bo'lib ko'rsam, bu yerda poyezd yo'li. Shuningdek, tepaga chiqib ko'rsataman. Shuningdek, birinchi o'rin mayli. Dino parkini tanishtirsam. Bu akvapark. Bu yerda kitlar, toshbaqalar, akula, delfin va savrlar ham bor. Faqat bular kichikroq variant. Mod narxini oson. Mod sotilmaydi. Uylar sotilishi mumkin. Bular meniki emas chunki haqqoniy emas. Ularni bilmadim, tekinga bersam bo'ladi. Bular kvartiralar. Vaqtincha yashab turishadi, pullarni to'lashadi. Bu yer esa Dino Park. Bu yerda ko'pgina dinozavrlar turlari bor. Misol uchun Spinosaurus turganda sal kichikroq. Bu ham shunga o'xshash, ismi yo'q. Bu esa Gigantosaurus. Buni bilmadim. Tyrannosaur hamma bilsa kerak. Bu kinoda chiqqan o'sha mashhur tirnoqli Ceratosaurus. Bu esa Gigant Spinosaurus. Bu esa mana eng uzun, eng baland Sauroposeidon. Bu esa Argentinosaurus uzunlik bo'yicha. Bu esa Ankylosaurus. Odamni qarang meni oldida. Dinozavrning oldida odamni o'lchaganda. Shuningdek, bu hospital. Shifoxona. Aytaman-ku, modga o'xshash, ammo bittalab qurilgan. Odamlarni qo'yib chiqdim. Bu yerda mod bor edi. Mod bo'lmasa shunday bo'lib qoladi. Hozir tepaga chiqamiz. Tepada esa ikkinchida bunisi. Bu yerda bilmadim, kutish joyi bo'lsa kerak. O'zi kerak deb qo'yman. Bu esa operatsiya bo'ladigan joy. Ammo ish bora qo'yilmagan. Keyingi safar. Shuningdek, hojatxona ham bor. Alohida emas. Holat shu payt mod qo'shmagan manaqa. Mono madaligi emadi. Shunaqalar bor edi. Qurish uchun anjomlar. Furnituris. Va pastga tushamiz. Hali ko'plab bundan ham dahshat narsalarni ko'rsataman. Bu esa maxfiy baza. Qanday kirishni hozir ko'rsataman. Agar modni sotmoqchi bo'lsangiz, bittalab ko'rsataman. Tep ujmani qachon chiqarishdi. Bunga faqat
boshqalar kira olmaydi. O'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Ishlatib o'tirib turmasdan miyangiz tiqilib qoladi. Mana shuningdek avtosalon. Bu esa Mercedes MG'ni Bugatti Countach, Ferrari F40, Porsche 911, Bugatti Veyron, Koenigsegg Gemera, mana shu hamma yoqtirgan BMW M5 F90. Faqat sal net o'qib qo'yishdi. Bular o'zimniki emas, albatta men yaratmagan, faqatgina qurganman. Bugatti Bolide. Shuningdek pastda ham bor. Tushadigan joy. Bu esa hamma biladi. Ko'pchilik bilmaydigan mashina. Yangi model Bugatti Mistral. Bu esa shu mashhur shvetsariyalik mashina. Koenigsegg Jesko. Bu esa Bugatti Diva. Ko'rinishi ajoyib, ammo Bugattilar ichida sekinroq kiradi. Koenigsegg Gemera. Pastda esa 3 ta italiyalik Ferrari. Ba'zan kirish joyi aytyapman-ku maxfiy. Bu yerdan mashinada chiqib ketsa bo'ladi. Bular shok kalt yaratsalar bo'ladi. Karachi, tarkiblar открыть. Shuningdek tepaga chiqamiz. Mana. Ajoyib. Hali bular holvasi. Endi noldan boshlab ko'rsataman. Shoyi bekorga 98 kun, ya'ni uyda 1 oy qurdim. Va tepaga chiqadigan joy yana bo'lishi shart kerak. Shuningdek qani chiqadigan joy. Mana joy. Mana esimda 3 ta tank qo'yib qo'yganman. Tepaga baza deb yozilgan. Bular ham qo'yilgan, qo'riqlash uchun. Kirish, chiqishda tepaga. Durbinni kuzatsa bo'ladi bu yoqdan. Tepadan aniqlayman. School, maktab, oldida garot, dachalar. Общий mana. Bular esa yaqinda qurilgan. Stadion ham bor. Xullas aytgancha, eng murakkab qurilganlardan biri bilsangiz kerak. Tashkent City Mall. Bittalab ko'rsatib chiqaman. Xolasiz garajdan kiramiz. Xolasiz eshikdan garajdan kirgan qiz zo'roq. Bundan o'sha mazamiy kiradigan joy. Bu esa shunaqa olovdan yeydi. Hop. Mana garaj. Hop. Kassachi go'rim albatta parkovkaga narsada joylanadigan bir olana qo'yilgan parkovishni mana Cybertruck. O'zimizning Chevrolet Spark. Ajoyib. Ham qing'irdi shu PUBG'dagi mashina BMW Motor. Mercedes musor variantiga bunisi yoqadi. Kattaroq. Koenigsegg Gemera Lamborghini modelisida M8. Karachi Porsche 911. Mas orqasidan bilinadi. Buni nimaligini bilmadim. PUBG Mercedes G-Class komfortli mashina va tepaga chiqsak. Stop mana. O'tamiz. Mana nihoyat keldik. Mana binoda bilsangiz kerak. Yangi 3 ta Ferrari qo'yildi. Yangi 2 ta Ferrari yana o'zi bor edi Ferrari. Qizil bo'lib turishi kerak. Ferrari pista.
odamlar qattanga otdi tushib, xuddi Mercedes o'sha B deb yozilgan Brabus varianti, bu esa AMG MG. Shuningdek, bu yerda ko'k xitoylik kiperlar turadi. GT'lar haydab ko'tiga tiqlashadi-yu. Shuningdek, buni boshqa mashinaga o'zgartirib qoldim. Bu mod yo'q edi. Konditsionerli qo'yilgan anjomlar, tepada esa umuman boshqa mashinalar saqlanadi. Bu yerda esa kirish joyida xo'jayin yotadigan anaqa sotiladi-yu. Har xil narsalar, anjom, buyum, o'zim xohlagancha qilaman. Bittalab qilsa, oho, 1000 kun ketib qoladi. Svetorniga laba. Kirshoyda albatta BMW M5 turadi. Qanaqadir Ferrari turadi, semizroq variant. SUV deyiladi. O'zi yo'q qo'ydim, mana desa, aqlli. Harosh. Shuningdek, mana O'zbekiston bayrog'i mana turardi, keyin mana binolar esimda. Bu esa masjid. O'zimizning masjidni sal boshqacharoq qurilgan. Joy namoz, o'tib turish kerak asosda. Bu yerga qarab qoladi. Mikrofon, ovoz aytiladigan joyi ham bor alohida. Bu yerda odamlar bilinish uchun bunaqa Ihson Qudsi bilan yozib qo'yilgan masjid. O'xshaganda bu umiddaman. Bu esa yaqinda quradi. Jay o'xshamaydi. Islom sivilizatsiya markazi. Bu yerda ichkilar ichini qurishga yerinib var. Keyin bo'ladi. Bu qanaqadir anaqasi bor edi, nima deylardi? Va stadion. Bunga bir kunim ketgan. Bolalar o'ynayverdi. Ancha kattagina murabbiylar ham o'tiradi. Bu yerda bilmadim, bu yerda shot hisob sanaladi. Kameralar qo'yilgan. Bular tippa futbolist va varatar. Bu esa yana shu Patago Titan'da. Shu yerdan o'tasiz, kirish joylari, katta binoli favora. Korzinkani ham qilganman, orqaga shop deb yozilgan. Shop. Kirishlar oddiygina. Ishlovchilar ham bor. Bunga vaqt ketgan. Jarimasi ketgan. Moddan qo'shganman bilan. Orasida hali ichki narsalar joylanmagan. Bu yerda esa shu kvartiralar. Dara. Jam norm. Norm mas'ul odamga o'xshab turibdi. Yotoqxona. Sirqitmi? Daraxtchiqot bejavra. Xullas bu yerda bilmadim, mana shu Dino Park. Bu yerda o'xshamagan narsa. O'zincha PUBG'da qiziq. Gigant dinozavr qilmoqchiman, o'xshamay qolgan. Bu esa dinozavr suyagiga yasalgan, chunki tepasiga qo'yilishi. Maktab ichi bunchalik emas. Bu esa огород. Shunday narsalar ekan. Bunga ancha vaqt ketgan, hech ham qilgan. Bittalab yasalgan bunisi. Birinchi bo'lib mana shu uy qurganmiz. Kirishdi. Shahar boshlanishida mana shu uy qurilgan. Chiroyli. Yo'q. Qancha like bosib qo'yarsiz.
odamlarni qo'shdim o'zi. Odamlar cho'tki turib ko'taydi qilishdi. Bizib bundan ham chiroyli komnatalar bor. Hali hammasi emas. Dacha. Adashib qoldikmi sudak? Matcha. Krushoy, lampiringa. Hop. Mana ichi. Hammasi like va obuna. Chiqish joyida basseyn. Bu yerga ham ancha muncha vaqt ketgan. Katta oshxona restoran. Chiqish joyi ham maxfiy. Bachalar yonma-yon to'g'ri. Kirish joyi esa bunga mana. Ularni 7 kun oldin qurildi. 2 hafta bo'ldi. Ancha vaqt ketgan. Shu yo'llargacha ham bor. Ancha vaqtdan beri kursdan o'tdim video. Shaharim. Bu yerda yotoqxona va tepaga chiqadigan joy ham alohida. Qanday chiqaradi? Zina alohida. Shu restoranga chiqish joyini ko'rsatmoqchiman. Mana. Mana. Kirishga oddiy 4 eshik aylana. Ravat joyi. Короче, dacha kiradi. Hop. Yana обратно tushamiz. Joy qani? Tushish. Daraxt qarang, daraxt ustiga qurilgan. Ajoyib dacha. Ham bo'ladi. Nimalar qoldi ko'rsatilmagan. Bu yerga esa metro qurilyapti. Toshkent City Mall'dan aylanish hali qurilmadi. Tayyor emas. Yana bor. Telebashniya. Shaxslar bilan birlashib ketganda bular. Aslida o'zi to'g'ri. Bunyodkorni qanaqadir stadion oldi City Mall. Bu islom sivilizatsiya markazi Anjuzoda va telebashniya vashcha boshqa joy. Endi nima deysiz? O'zim o'ylab topdim. Neft Toshkent.